Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz birodarlar. Bugungi obzorimiz Samarqand tumanidagi Kircha mol bozori yo'lida bo'ladi. Bugungi sanamiz 3-fevral, haftaning seshanba kuni 2026-yil. Bu bozorimizga mana bu yerga hozir Angus, Greenford, Simmental hamma zotdan kelgan. Shularni obzorini chiqaramiz. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, o'ng tarafingizga qizil podpisachi yoki obuna degan yozuv bor. O'shani bir martagina bo'lsangiz, bizga obuna bo'lasiz. Har kuni yangi kirgizib borayotgan videolarimiz sizlarga birinchilardan yetib boradi. Albatta esingizdan chiqmasin. Like bossangiz videomiz keng ommaga tarqaladi. Hozir bu tarafga savdo bo'lyapti, bu tarafga ham savdo bo'lyapti. Mollar haqiqatan hammasi zo'r ekan. Maydasiga xaridor ko'p ekan. Maydasiga o'z maydasining narxlarini yozdim inshaalloh. Bu tarafga Simmental, keyin Sharalel kelgan. Ularni nima qilamiz? Narxlarni yo'rtamiz. Tarafiga Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi rahmat. Mana mollar keldi-ya. Angus, Mickey Mouse, Angus, Greenford, Simmental ham bor ichiga. Bu maydasi necha puldan boshlanadi, necha pulgacha? 28dan boshlab 35 gacha mol bor. Mana u 28 milliondan boshlanadi. 35 million so'mgacha. Mana ular 28 dan. Greenfordna bular. Mana Simmental necha pul? Mana 3 ta Simmental. 3 ta Simmental ha? Maşallah. To'qol ekan uchalasi ham. To'qol. Bularning narxi necha pul? Mana shu Simmental. Bular 32 dan 3 tasi kami. 32 dan ha? Kami bor. Birdan nomer telefonni aytib boraylik. Nomer telefonni aziz do'stlar pastga yozib qo'yamiz. Immina mana shu nomerga telefon qilsangiz, mana shu Greenford, Angus, Simmentallarning nomerini pastga yozib qo'yamiz-da. Aytib qo'ying nomerni. 50lik kod. 50lik kod 579 579 74 84 ha. Mana bu ikkita Sharalel ham sizdan ha? Ha, mana bu Simmental ham bor. Mana 3 ta hozir bu yerga mol bor, bitta Simmental, bitta Sharalel. Mana hozir oldi tarafdan ham ko'rsatamiz. Simmental shoxli varianti ekan ha? Shoxli variant. Bu necha pul? 34 topis kami bor. 34 da kami bor. Bu Sharalelchi, mana ikkita Sharalel. Ve bittasi Avlikol ham, unisi Avlikol. Mana 3 ta zotdan Avlikol, Sharalel, Simmental. Bular 40 millionmi? 40 milliondan kami bor. Kami bor. Maşallah. Mana shu raqamga telefon qilsangiz, manzil qayerga edi? Samgasiga. Mana. Bo'yi 1.35, 1.40, 1.45 ham chiqadi-ya, mana u katta. 45. Chiqarib olaman. Mana do'stlar, bu tarafga anguslarimiz kelgan. Anguslarim. Ha, давай. Anguslarimiz kelgan. Aka, Nabasga qachdim. mana bu taraf savdo bo'ladi. Bular necha pul? Bular necha pul? Bular 42 dan. 42 dan, ha? O'zi. Maşallah. 42 dan. Yoshiga yetgan, ha? Ha, yo'q. Shu 1,5 yashardan tish buzmaganda. Bironta tish buzgani yo'q. Tish buzmagan mana. Do'stlar, bu tarafga hozir quyosh ozgina bitta orqalarini ko'rsatamiz mana. Dumlarni ko'ryapsizlarmi? Haqiqatan zo'r. Mana. Ko'ryapsizlarmi? Chekkaga turing endi videoni olasiz. Mana. Mana. 400 milyon 200. 400 milyon 200. 1 milyon desa. Hı. 60 milyon 200. Mana. Olim Sharipov. Mana mollarni ko'ryapsizlarmi? Haqiqatan toza Simmental. Mana. Sotasizlar aka? Ha, Nechiga? Pulni gapiring. 35 dan bo'lsa sotamiz. 35 emas. 35. İkkovi 70 mi? 70 ekan. 70 ha? Tozasi. 70 milyon. Neç pulga berasiz? Ana shu maydasini. 34 ga beramiz. Kattasichi? 35 yo'q. 34 ga 35 ha? Yana savdosi bor ha? Mana ko'ryapsizlarmi? Dastavka savdosi bor mana. Kimga kerak bo'lsa aloqa chiqasizlar. Bu 1.20, 1.15 ha? Ha, Lekin bu korobka ekan ha? korobka. Mana.
Baraka toping aka. Aka nomer telefonni ayting, oladigan bolalar telefon qiladi. 93'lük, 93lik 156, 156 50 90. 50 90. Manzil Bulung'ur. Bunun uğra. Bulung'urga avtoslar mana. Bulung'ur uylariga nima qiladi? Kimga kerak bo'lsa aloqa chiqasizlar inshaalloh. Haqiqatan zo'r ekan. Tozasidan maşallah. Zo'r ekan. Bu tarafga mayda mollar ham kelgan. Mayda mollarni ham hozir bitta narxini yo'rtamiz. Boyagi bitta sharalel, bitta avlikol mana. Joyini ko'rdingizmi? Bu avlikoli sharalelni olgan, avlikoli bu. 40 milyon aytyapti. Mana 30 milyon aytyapti. Ya'ni bozor nech pul so'radi aka? 27 milyon ha? 27 ga bergani yo'q. Simental. Faqat shoxli variant simental, toza ekan ha. Hozir bozorga bunday aylanamiz. Narxlarni bilib olamiz inshaalloh. Assalomu. Bu kimdan ekan xayr aka? Mana Greenfordlarimiz kelgan. Nech pul so'rayapti, o'shani arzonni chiqaramiz inshaalloh. Kimdan ekan? Ha? Nech pul aka? Greenford nech pul? 32 dan ha? Bozor savdo qilyaptimi? Nech pul? 58, 29 dan ha? 58 milyon so'ragan ekan ikkoviga. Hozir orqa korobkalarni ham ko'rsatamiz. 29 milyondan so'ragan ekan mana orqa tomoni. Qo'ng'ir ekan ha mana. ...28 milyon... 58 milyon... ...29 milyondan so'ragan ekan. Ikkovi ham zo'r ekan. Ko'ryapsizlarmi? Ha, Greenfordmi? Assalomu alaykum. Qandaysiz? Nech pul? Ha, hozir ikkovi savdo bo'layotgan ekan, narxini bilib beramiz. Bitta rossiyskiy Mikimov, bitta Greenford. Bunisi katta ekan. Bunisi semizroq bunga qaraganda. Narxini bilib beramiz. Mana Greenfordni yonidan ko'rsatamiz. Aka assalomu alaykum. Buni. Nech pul? 86. 86 milyon so'm ha? Maşallah. Bozor 86 so'radi. O'zingiz 90 so'rayapsiz-da? 40. Ben 110 milyon. 100 milyon? 110. Ha, 110 milyon. 80 nechi? 86 ga. 86 ga yo'q mana. Onlar zo'r semirgan ekan haqiqatan. Katta shvet kelgan ekan. Nechi deyapti? 45'te 35 milyonga bermayapti. Aytib beriyor. 45 deyapti, 35 bozor qilganda, sizlar 38 qilgan. 38 ga bermagan. 38 milyonga bermagan. Katta shvet. German shvet ha? 40 milyondan ha? Assalomu alaykum. Bozor nech pul so'radi? 105 milyon so'rayapti hozir. Nechtasini? 3 ta ha? 105 milyon. 35 danmi? Ha. 35 dan so'rayapti. Maşallah. 35 milyon so'mdan so'ragan ekan. Hazratlar, videomiz qisqacha bo'ladi. Kanalga obuna bo'lmaganlar bo'lsa, obuna tugmachasini bosish esingizdan chiqmasa, keyingi videoga ko'rishguncha omon bo'ling bizlar. Yomonliklar. Bunisi champul nech pul? 22 kam. Bozor nech pul so'radi? Bozor 200 kam 20 so'rayapti. Ha, 19 milyon 800 so'ragan ekan ha. Mesli mollar ham yemga tayyor ekanda, biri 20 atrofga chiqadi, biri yashar ha? 1 yashar atrof. 20 milyon so'mdan ha? 20 milyondan. Maşallah. Qayerlik bu? Hammasi standart fermadanmi? Qaysi fermadan kelgan? Qarshi ha? Qarshi mollar yani. Qarshi fermadan menimcha kelgan.
Bularni bozor narxi so'radimi mana bu kattani? 18 so'radi. 18 yarim. 18 yarim. Bularchi? Ularni 17 yarim so'radi. 17 yarim da. Aziz do'stlar, u tarafga borib syomka qila olmaymiz. Orqasini syomka qila olmaymiz. Joy tiqiling. Nomer telefonni qo'yasiz a? Nomer ha. Nechilik? 99lik 99lik 554 554 5505. 5505. Manzil qayerga edi? Qarshi a? Maşallah. Yesh ichish yaxshi bularni. Yo, orqasiga joy yo'qdi. Buni qayerga boraman? Mana. Sonalar ko'rsin. Orqalari, mana, orqa korobkalari. Uzoqroqdan ko'rsatsak bo'ladi, yaqin joyga bo'lmayapti. Mollar zo'r bo'lsa, bo'ldi. Mana shu raqamga telefon qilsangiz, kelishtirib beradi. Maydalari nech bo'l? 15 ga ham bormi? Bor. 15 milliongacha bor. Qarang, mol zo'r chiqqan. Bu tarafga ham o'zi nima qilamiz? Uka, assalomu alaykum. Bular nech bo'l? Nech bo'l? Pulini gapiring. Assalomu alaykum. Nech bo'l? ikkovi sotilgan. Bu ikkovmi? Mana bu ikkovi. Ikkovi ham mana bu. Bu bilan unisi. Ha. Nech puldan? 32 bo'ldi ikkovi. Ha, 16 dan. 16 million so'mdan. Bularchi? Mana buni 15 so'rayapti bozor. Bu ne? Ha. Qana? Buni 32, bunisini 16. Shu 16 atrofga ekanda, 15 16. Nomer qo'yamizmi? Ha. Nechilik? 91lik 91lik 534 534 37 27. 37 27 ya. Bu fermaning mollari hammasi bir xil. Ha. Fermadan olib kelingan, hammasi bir xil ekan albatta. Do'stlar, ko'p manda boshqa tumanlar, boshqa viloyatdan so'rayapti bu bozorimiz qachon bo'ladi deb. Seshanba kuni va shanba kuni soat 6:30 dan boshlanadi inshaalloh. Bu yog'i soat 8-9 gacha, 10 gacha bo'ladi inshaalloh. Keyingi videoga ko'rishguncha omon bo'ling.